Toshkentda asli chiroqchilik Chiyaldan Hasan Abdug'anizoda degan ukamiz bor, ajoyib shoir, jurnalist. Ukamizga murojaat qiluvdik. O'sha ukamiz bir 20 kunlab mana she'rni yozdi. She'rni yozadi, joylari o'chiriladi, yana bu joyini o'zgartir. Shu oxirgi kelgan to'xtaladigan narsamiz mana shu she'rning matni bo'ldi. Endi bu she'r bir 2 varaq, 3 varaq she'r bo'lib ketdi. O'shaning ichidan tanlab olganimiz shu bo'ldi. Demak, O'ktam aka bo'lmasa, qo'shig'ingiz bordi, shuni davomini qilaman dedingiz, nima bo'ldi aka? Endi davomini ko'p muxlislarimiz internet tarmoqlarida ham, o'zimizga ham, Telegramda ham juda ko'p murojaat qildim. Mana shu o'ylamadim qo'shig'imizda davomini yozishga. Endi qo'ldan kelgancha mana shu ko'rsatuvga tayyorlab keldik. Demak, ertalabdan salom ko'rsatuvda premyera o'ylamading hozir bir necha daqiqalardan keyin bizda premyera bo'ladi. O'sha o'ylamading qo'shig'ini ikkinchisi kim, muallifi kim? Endi bu qo'shiq o'zimizning ukaxonimiz bor, o'sha Chiyallik Hasan Abdug'anizoda degan ukamiz bor, shoir yigit. O'sha yozgan. Musiqasini Nurbek Salomov, Asliddin akamiz bilan birgalikda mana shu qo'shiqni tayyorladik. Demak, marhamat, yigitlar tayyor bo'lsanglar, O'ktam akamni yangi premyera qo'shiqlarini hurmatli tomoshabinlar, Zo'r TV kanalida bugun yana bitta premyera. O'ylamading ikkisi. O'ylamadimi? O'ylamadimi? Qani ketdik bo'lmasa. Kimlar baxtni tavof qildi, men g'ur bo'ldim. Mol davlat uchun qancha dilni tildim. Ne ko'rdim o topganlarim bu hayotda ota onam baxt olmadim ekan bildim o'ylamadim onam bor deb o'ylamadim otam bor deb o'ylamadim 15 yillab kutgan Gulnor baxtlimikan muhabbatdan kuygan ko'ngli aqlimikan kechangladim chiroqchining tog'laridan ot o'ynatgan do'stim mendan baxtli ekan o'ylamadim onam bor deb o'ylamadim otam bor deb o'ylamadim ketmaydi de o'ylab mana do'st
Yashang, yashang, yashang.